Assalomu alaykum, kanalimizga obunachilar va kuzatuvchilari. Navbatdagi 3 qanotli kichkinagina darvozamiz inshaalloh tayyor bo'ldi. Mana bu holatda bo'ladi. Aholisi ko'rib turganingiz sifatlari, burchaklari o'ta go'zal, chiroyli holatda bo'lgan. Bu yerda arkasi bo'lgan, arkasini ham ko'rib turibsizlar. Deyarli bilinmaydigan darajada bo'lgan choklarni ko'rib turibsizlar. Bo'zalari, burchaklari o'ta go'zal holatda chiqqan. Svarkalar keladigan bo'lsa, temirlari ham qalin stenkalarda yasab berildi. Svarkalar o'ta mo'shni, chiroyli holatda bo'lgan. Gullarga e'tibor berasizlar, gullarni ham chiroyli holatdagilarni o'rnatilgan. Tagiga kraska, shpoklovkalarni qo'yilgan. Gullar orqa tomonga ham kraska qo'yilgan. Ishtabi yomg'ir tepadan oqqanda zang oqib tushmaslikka. Mana kesakisi ham holasi chiroyli holatda bo'libdi. Kun shunaqa darvozalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Yoki darvozani bo'lsa, kraskasi eskirib qolgan bo'lsa, kraskasi berish xizmatlarimiz ham bor. Ko'rib turibsizlar, kraska mokriy qilib berilgan. Mokrini ham ideal holatda sepgan kraskachilarimiz. Xohlasa stoplar bo'ladi, chiqadigan sentr zamonlari. Bu qanot kichkina bo'lishiga qaramay, kichkinagina akfen zamogini o'rnatmasdan shunday chiroyli baquvvat bo'lsin degan holatda zamonadan qo'yib berildi. Ko'rib turibsizlar, o'ta yengilligini kuch ishlatibman. Xohlasani chiqishi ham oz emas, shaqqillab, liqillab qolmadi bu. Ko'rsizlar yengilligini. Kuch ishlatadigan emas bu. 3 qanotli bo'lgani uchun bunisi ham bor. Turgan holatingda hammasini addiniy choklarga e'tibor berilgan holatda qilingan. Xohlasa bemalol murojaat qilaverasizlar. Shunaqa darvozalar kerak bo'lsa, bu 2 qavatli lis bo'lgan. Tagini ham ko'rib turgan holatingda 1 qavat chiroyli lis bo'lgan. Bag'i yong'oq sifat cho'tirli lis bo'ladi. Xohlasa stenkalari